Assalomu alaykum, studiyada Mahmudjon Muhammadjonov. O'zbekiston Milliy antidoping agentligi mahalliy va xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik aloqalarini yo'lga qo'yib kelmoqda. O'zbekiston Milliy antidoping agentligi rahbariyati Germaniyada bo'lib qaytishdi. O'tkazilgan tadbir haqida O'zbekiston Milliy antidoping agentligi axborot, ta'lim va targ'ibot bo'limi boshlig'i Humoyun Omonov shunday deydi. Tashriflar natijasi o'laroq O'zbekiston Milliy antidoping agentligi hamda Germaniya sport universiteti huzuridagi biokimiya instituti va WADA tomonidan akkreditatsiyalangan Köln laboratoriyasi o'rtasida hamkorlikni yo'lga qo'yish bo'yicha 3 tomonlama memorandum imzolandi. Memorandumdan ko'zlangan asosiy maqsad sportda halollikni rag'batlantirish, umumiy strategik maqsadlar asosida antidoping dasturini ishlab chiqish, hamkorlikni mustahkamlash va ilg'or tajriba almashishdir. Shuningdek, hamkorlik doirasida sportchilarning biologik pasportlari bilan ishlash va biologik pasport profilini baholash orqali maqsadli doping nazoratini amalga oshirish sohalarida mutaxassislar tayyorlash rejalashtirilgan. Bu hamkorlik mamlakatimizda toza va adolatli sport muhitini shakllantirishga xizmat qiladi. Siz sport xabarlari bilan tanishdingiz.